Bugungi razborimiz ko'proq ko'chmas mulk, Dubay, balkim New York to'g'risida gaplashamiz. Dubayda ko'pchilik bizni tanishadi. Top menejerdan ishga olish bu oddiy odam ishga olishdan ancha farq bor. Bir 3 yilcha ishlagandan keyin yetib kelganimizni bildimda. Xodim, mijoz, biznes egasi. Qaysi birini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lasiz? Xodimimi, mijozimi, biznes egasimi? 1 milliarddan ortiqroq men savdo qilyapman. Zo'rmanda. Katta kompaniyalarda juda kuchli depressiya bor. Siz sohangizda avtoritet bor. Kim o'sha avtoritet? Qiyin savol-da bu. Yo'q, qiyin savol. Nima qilib meni qiziqtira olasiz? O'sha boyagi narsalarda endi bizda agar kompaniya o'zimikida kamanda bor, shakllandi. Biz hozir bilan birinchi qismini gaplashdik, keyin ikkinchi qismini gaplashdik. Bu sohada ancha yil tajribamiz bor, yaxshi sotuv qilamiz. Shoma orqangizda katta kompaniya bor edi-da. Shunaqa siz katta kompaniyaning top menejeri bo'lgansiz. Birinchi bu sohani boshlayotganimda kompaniyaning tomonlariga qaraganman-da, bu o'zi qanaqa kompaniya? Hech kim qilmaydigan bitta narsa bor. Men hali ko'rmadim kimdir bu narsani qilishi, kamdan kam odamlar qiladi. Assalomu alaykum. Maldiv orollaridan navbatdagi ko'rsatuvimiz yana bitta razbor. Bugungi razborimiz ko'proq ko'chmas mulk, Dubay, balkim New York to'g'risida gaplashamiz. Qani, Bekzod, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirasiz? Ismim Bekzod. 10 yildan beri Dubayda yashab, istiqomat qilib, o'sha yerda o'zimizning biznesimizni yurgizib kelyapmiz. Oxirgi 3 yildan beri ko'chmas mulk sohasida faoliyat yuritaman. Hozirda Bek Real Estate kompaniyasi asoschisiman. Juda yaxshi. Ya'ni bu kompaniyaga qachon asos solgansiz va undan oldingi qanchalik tajribangiz bo'lgan ko'chmas mulkda? Xo'p, yaxshi. O'zi 3 yil avval Dubaydagi eng to'piy broker kompaniyaga ishga kirganman, oddiy sotuvchi bo'lib. Qaysi nomi nima? Binaya Properties. U 2007-yilda tashkil topgan, hozirgacha faoliyat yuritadi. Ob'yomi katta. U yerda oddiy sotuvchi bo'lib ishladim. Keyin 6 oy o'tib o'tmasdan sotuv menejeri bo'ldim. O'zimni komandamni qilish imkoniyati bo'ldi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin sotuv direktori bo'ldim. Yana o'sha o'zimizni komandada asosan SNG millatlari bor edi. Shundan keyin уже bir 3 yilcha ishlagandan keyin yetib kelganimizni bildimda, o'zimizni xususiy kompaniyamizni ochdik. Hozirda shu Bek Real Estate kompaniyasi faoliyatini yurgizib kelyapmiz. Juda yaxshi. Asosiy razborga o'tishdan oldin bir kichkina savol. Hozir siz top menejerlikdan tadbirkorlikka o'tdingiz. Shunaqa. 6 oy bo'ldimi? Ha. Nima o'zgardi hayotda? Hayotda birinchi narsa mas'uliyat menimcha o'zgardi. Qanaqaki avval kompaniya uchun ishlagan bo'lsam yoki boyagi narsa qorin uchun ishlagan bo'lsak, hozir juda ham уже kengroq qarayapmiz. Mas'uliyat 2 barobar ko'paygan. Kerak bo'lsa 18-19 soatlab ishlaymiz. Asosiy narsa shu, mas'uliyat ko'paydi deb o'ylayman. Xohlasangiz ertalab 7 da ishga chiqasiz. Bu tarafi ham bor. Xohlasangiz kech payt 12 da uyga qaytasiz. Xuddi shunaqa. Xohlasangiz yakshanba kuni ham ishga chiqasiz. Xuddi shunaqa. Erkinlik paydo bo'libdi-da. Xuddi shunaqa. Yaxshi, zo'r. Mayli, bugun bo'lmasam zaprosga qaytsak. Nima savol bor, ya'ni nima zapros, nimani ustida bosh qotiramiz birgalashib. Asosiy zapros mana Dubayda ko'pchilik bizni tanishadi. Işte biz biladi, bu sohada ancha yil tajribamiz bor, yaxshi sotuv qilamiz. Endi kompaniya o'zimikida komanda bor, shakllandi, faqat bularga bosh kerak bo'ladi. Misol uchun sotuv menejeri, sotuv direktori, yaxshi top menejerlar olib kelishimiz kerak. Mana shu narsada ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Sababi boyagi narsa, mana o'zim ham birinchi bu sohani boshlayotganimda kompaniyaning tomonlariga qaraganman-da, bu o'zi qanaqa kompaniya deb turib ishga kirganman-da. Hozir ham shunaqa narsa, ko'pchilik bu o'zi qanaqa kompaniya degan narsani beradi savolda. Bizlarga o'zimizning maqsadlarimizni keltirib beramiz. Mana shunaqa qadriyatlar bilan, shunaqa planlar bilan ishlaymiz. Mana shuncha klientik bazamiz bor deganimiz bilan ularni bu yoqqa olib chiqish qiyin bo'lyapti o'zimizga. Ya'ni kengayishga ko'zingiz yetyapti, kompaniya yangi bo'lganiga zo'r top menejer torta olmayapsiz. To'g'ri tushundimmi? Juda yaxshi. Zapros shu. Qanday qilib? Asosiy zapros qanday qilib yangi startapga kuchli top menejerlarni tortish? Shunaqa. Juda yaxshi. Keling ko'rib chiqaylik, bo'lmasam qaysi top menejer kerak sizga? Bitta top menejerdan boshlaylik. Ismimi? Yo'q. Men ismini aytmay qo'ya qolamiz, lekin qaysi lavozimga odam kerak? CEO mi, kim kerak?
hozirgi vaqtda agentlarni, realtorlar boshqarish uchun menejer Ha. va undan keyin endi bizda bitta komandadan bo'lmaydi. Misol katlama uylarga alohida, ikkilamchi uylarga Ha. va retailga alohida. alohida bo'limlar. Ha, alohida bo'limlarga misol uchun 3 ta menejer va ularga bitta direktor kerak bo'ladi. Ha. Zo'r. Bu menejer va direktorlar. Ya'ni hozir bizda 3 ta menejer, bitta direktor kerak bo'lyaptimi? Xuddi shunaqa. U direktor yoki menejerlar hozir qaysi korxonada ishlayapti? Sizga kerak bo'lgan insonlar. Ismini ham bilar ekansiz? Ha, Dubayda ikki top nimalar bor, broker kompaniyalar bor. Misol uchun FAM bor, Provident bor. Mana shu kompaniyalardan tortish kerak edi. Zo'r. Ya'ni o'sha kompaniyadagi top menejerlar sizga o'tganda edi, baxtli bo'lardingiz. Ha. Zo'r. Endi savol. O'sha kompaniyaning top menejer menman deb tasavvur qiling. Nima sizga o'tishim kerak? Xo'p, asosiy narsa bizda ikkita narsani taklif qilaman ko'proq sotuv menejerlariga yoki direktorlarga. Qaysiki, birinchi narsa komissiya oylik masalasi. Faqat oyligiga qarab qolmaydi va undan tashqari o'zini potensialiga qarab turib, bu cheklanmagan darajada misol daromad qilishi mumkin. Bu bir bo'lsa, ikkinchi narsa bir vaqt o'zida o'sha biz bilan tengma-teng o'sishi mumkin. Misol uchun, menda shunaqa odam bo'lsaki, qarshi emasman. 1 yilmi qanchadir muddat ishlagandan keyin o'zini ko'rsata olib, Bekzod mana shu joyga filial qilaylik, o'sha yerda yurgizay desa, men qarshi bo'lmayman. Ha, xo'p, davay, o'sha yerda yurgiz, sherik bo'lasan, xo'p, sherik bo'l. Shunaqa o'zi planlarimiz bor, kengayish. Hozir Dubay bo'lsa, Dubaydan keyin boshqa davlatlarga ham kengash maqsadlarimiz bor. Nima uchun yo'q? Mana misol uchun mana keldim, xo'p, ishla, mana bu yoqdan sen och. Bu yoqqa sen boshqar. Bu yoqda mana ertaga misol CEO bo'lasanmi, partner bo'lasanmi, shu narsalarni taklif qila olaman. Endi qarang, men bekor CEO bo'lmaganman-da. Agar menda tadbirkorlik mahoratlarim bo'lganda, tadbirkor bo'lardim. Menga tabiatimga mos bo'lmagan taklif bermayapsizmi degan savol. Qanaqa aytyapsiz? Sherik bo'lib, boshqa balki menga endi qiziq bo'lishi mumkin, lekin aksariyat endi men shu dunyodan chiqqanman, top menejerlik dunyodan. Top menejerlar hammasi ham biznes egasi bo'lish unaqa xohishi yo'q. Nimagadir tadbirkorlar o'ylaydi, hamma top menejer tadbirkor bo'lmoqchi deb. Unaqa emas. Aksariyat top menejer nimaga top menejer? Chunki unga kafolat kerak, unga qanaqadir stabillik kerak, u risk qilish ko'nikmasi o'lgan, yo'q. Ya'ni risk qilish, yashab qolish ko'nikmasi yo'q. Yashab qolish mushagi ana qilinmagan, rivojlanmagan. Unga kerak top menejerga rahbar kerak, biznes egasi kerak va shu muhit unga uning uchun komfortli. Bu yaxshi yoki yomon degani emas. Bu fiziologiyasi, ya'ni uni biologiyasi shunaqa. Bu yomon demaymiz, yaxshi demaymiz. Просто shunaqa. Endi siz aytyapsiz, tadbirkorlikka o'tdingizda, siz o'zingizga tabiatingizga mos bo'lmagan narsa bilan hozir shug'ullanyapsiz. Endi hozir adaptatsiya bo'lyapsiz. Qanchadir adaptatsiya bo'lib, o'zi orqaga qaytishga kelmay qoladigan davr o'tsangiz kerak, lekin hamma ham sizdagi tadbirkor bo'lishni xohlamayotgandir-ku degan savol. To'g'ri, shunaqa bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga ba'zida insonda nima deydi, sustlikni ko'rishimiz mumkin. O'shaning uchun boya 2-3 ta taklif borda, misol ham oylik bor, ham ishiga qarab turib, potensialiga qarab turib komissiya bor. Tushundim. Men hozir ishlayotgan joyimda, o'sha odam men bo'lsam, men o'sha ishlayotgan joyimda shundoq ham yaxshi oylayapman-ku. Cheklov yo'q o'tdi ham. Qancha sotsam sotaman, qaytanga o'tdi sotishim osonroq. Chunki katta kompaniyaman-da. Qo'shimchasiga yana taklif qilishimiz mumkin. Endi nima desa bo'ladi? Jamoa mana bizda eski o'sha joyimda ishlab direktor bo'lib yurgan vaqtimda ham bizni jamoadan boshqa kompaniyalar imенно meni jamoamdan odam olgisi kelgandi. Chunki Allohga shukr, yaxshi edi prodajamiz. Meni jamoamdan shu olgisi kelaverardi, lekin ular kelib turib aytardi o'zimga. Bekzod aka, mana bu yerda bunaqa odam bizga ish taklif qilyapti. Sizdan ham yaxshiroq taklif qilyapti, lekin ketmayapmiz, chunki bunaqa insoniylik boshqa borligi uchun derdi. Chunki siz katta kompaniya edingiz. Yo'q, katta kompaniyadan emas. Men katta kompaniyaning siz katta kompaniyada edingiz, shunga sizdan ketishmadi.
katta kompaniya demadi-da, u asosiy sabab u kompaniyaning ichida o'zi bizga o'xshagan 3-4 ta direktor bor. Hammamiz alohida komandamiz bordi. Ularning asosiy ketmaganiga sabab nima bo'lganiki, bizni именно o'sha meni ostimdagi bolalarning oramizdagi oqibatimiz bo'lgan, muhitimiz bo'lgan edi. Zo'r. Juda bir-birimizga samimiy edik. Misol uchun bir kun unisi bunga yordam bersa, bir kun bunisi bunga yordam, bir-birimizga shunaqa. Orqangizda katta kompaniya bor edi-da. Shunaqa siz katta kompaniyaning top menejeri bo'lgansiz. Men ham Procter & Gamble menejeri bo'lsam, men aytishim mumkin, men deb ishlayapti odam deyishim mumkin, lekin adashishim mumkin, chunki orqamda Procter turibdi-da, tushunyapsiz? U ham balkim shunaqadir degan savol. Hozirgi videodan olayotgan qanaqadir keyslar bo'lsa, insightlar bo'lsa, kommentariyada ulashing. Undan ham ko'proq keyslar, insight olmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'zim bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, Full Contact loyihamizga ulaning. Full Contact loyihamizda har kuni 2-3 ta audio yoki video formatda ilm ulashamiz. Vaqti bilan Zoomda uchrashuvlar qilib turamiz. Yana ko'p bonuslar taklif qilib turamiz. Yopiq gruppamizga ulash uchun kommentariyadagi havolani bosing. Eng zo'r kommentariy sohibiga Full Contact loyihamizda 3 oylik bepul obuna sovg'a qilamiz. Endi tasavvur qiling, men hozir o'sha katta kompaniyadaman. Qancha oborot qiladi aytayotgan kompaniyangiz? Eskimi? Yo'q, o'sha top menejer tortmoqchisiz. Meni kompaniyam qancha oborot qiladi? Men ishlayotgan joyim hozir qancha necha milliard oborot qiladi bir yilda? Siz tortayotganmi? Yo'q, mana siz meni xohlayapsiz ishga. CEO qilib olmoqchisiz. Hozir men qayerdadir ishlayapman. Men necha pulli oborot qilyapman kompaniyam? 1 milliarddan ortiqroq. 1 milliarddan ortiqroq. Qarang, 1 milliarddan ortiqroq men savdo qilyapman. Zo'rman-da. To'g'rimi? Masshtab. Katta kompaniyaning top menejeriman. Shunaqa. Endi siz menga aytyapsiz, 50 millionlik oborotli kompaniyaga borgin deyapsiz. Xo'p, nima qilish kerak bo'lsa, men nima maslahat berasiz? So'rayapman-da. Nima qilib meni qiziqtira olasiz? O'sha boyagi narsalarda endi bizda agar misol qo'shimcha bu narsa bo'lsa. Men o'sha pulingizni o'tda ham topaman. Qaytangi siz bilan bo'lsam maydalashib ketaman-da. Yana bitta narsa bor. Zo'r. Hozir mana kelyapti. Qaysiki u yoqdagi bor depressiyalarni bilamiz-da. Katta kompaniyalarda juda kuchli depressiya bor. Nimaga? Chunki hozir mana misol uchun bitta Fam Propertiesda 800 dan ortiq agentlar borda. Bu 800 dan ortiq agentlar balkim bir 100 tasi zo'r sotadi-da. Qolgani mana shu ilashib qolsa bo'ldi-da. Ularning orasidagi direktorlar ham shunaqa deb bilaman. Yuqori ularning yuqorisida o'sha juda katta depressiya bor deb bilaman. Chunki endi o'zimiz ham katta kompaniyada ishlaganmiz. Balki shu tarafdan yutib ketarmiz. Demak, qarang. Men o'sha odamman, meni gapiraylik. Men o'sha odamman. Menda depressiya bor. Ya'ni o'sish yo'q, dalsh ko'rmayapman. Katta mexanizmi kichkina qismiman xolos. Shunaqa. Katta o'zgarishlar qilishga vakolatim ham yo'qmi? Shuni to'g'ri chiqyaptimi? Xo'p, endi men har zo'r xodim o'sish xohlaydi. Men sizga borsam men tushib ketaman-da. Sizga borib qanaqa qilib o'sishim mumkin? Xo'p, menga kelib misol keltiray sizga. Bu sohada katta ehtimol bilan dunyoda nomi chiqqan juda krutoy avtoritet inson bor sohasida. O'sha inson kim? Avtoritet inson. Ya'ni ko'chmas mulkda dunyoda, balkim Dubay o'zida, balkim dunyo bo'yicha eng krutoy realtorsi kompaniya bor. Hamma orzu qiladigan, misol uchun men telefon ishlab chiqarsam Apple kompaniyasi bor. Men mashina ishlab chiqarmoqchi bo'lsam Mercedes kompaniyasi bor degandaki, siz sohangizda avtoritet bor. Kim o'sha avtoritet? Xo'p, avtoritet o'zi bir trener bor. Jabu Dr. Menon degan odam bor. Dr. Menon degan inson bor. O'sha inson bilan ishlash imkoniyati bo'lganda sizni korxonangizga kirganda, u odamga katta argument bo'larmidi? Shunaqa. Zo'rmi? Siz o'sha Dr. Menonni o'zingizga maslahatchi kengashiga ishga olishingiz mumkinmi? Mumkin. Sizga kirgan xodimlarning har bittasiga ustoz qilib olishingiz mumkinmi kelishib? Men o'sha CEOman. Menga aytyapsizki, menga qara, men shu Dr. Menonni taniysan-a, deyman. Конечно, taniyman, deyman. Shu inson seni shaxsiy konsultanting bo'ladi. Nima savollaring bo'lsa, bir haftada, 2 haftada bir soat biz bilan uchrashuvlar qilib,
san ismingni ham ertaga taniydi, ertaga aka-uka bo'lamiz, boshqa qilamiz desa, qiziq bo'larmidi menga sizga o'tishga? Qiziq bo'lsa kerak. Boyagi takliflarning orasida kelsa, pul o'z yo'liga. Bu pulni bu yerda ham topaman. U katta korxona menga doktor Menonga do'stlik bermayapti. Bo'lsa agar siz menga o'sha do'stlikni bersangiz, meni shaxsiy o'sishimga yordam beradigan narsa bo'lsa, qilish mumkinmi? Bo'lsa kerak. Doktor Menonga o'xshagan 4-5 ta odamni maslahatchilar kengashga olishingiz mumkin. U xarajat nol. U faqat soatbay pul to'laysiz. Shunaqa. Ya'ni prosta kengashda o'tirganini sizda xarajat ketmaydi. Kerak bo'lganda murojaat qilasiz, viza kartaga pul o'tkazib, tam 300-400 dollar, 500 dollarni soatiga gaplashib o'tiraveramiz, misol uchun. Yana doktor Menondan tashqari yana kim bo'lishi mumkinki sizda magnit sifatida zo'r kadr bozorlarni tortib olish. Ya'ni har bittasi aytadi, qara mana Bek Real Estate midi? Mana Bek Real Estate'da qaragin doktor Menon, doktor Palonchi, professor Mistonchi qilib 4-5 ta ana futbol komanda tuzyapman-da. Ha, tushunarli. Yangi futbol komanda tuzyapman Chilonzorda, Toshkentda. Paxtakorni hech kim o'tmayapti menga, Bunyodkorni hech kim o'tmayapti. Men aytayapman, Barselonani treneri bilan, keyin anaqa bilan Manchester Cityning trenerlari bilan kelishib qo'yapman-da. Qaysidir ko'rinishda kelishyapman, ular bizga konsultantlik qilyapti. Bo'lsa, Chilonzordagi futbol komandam tez chiqib ketadimi tepaga? Ha, chiqadi. Zo'rmi? O'sha magnit qidiraylik. Yana kim bor? Doktor Menondan tashqari. Yana hozir ismi kelmayapti. Amerikalik bir bola ham bor. Sochi yo'q, kal bor. U ham o'shanaqa yaxshi, mashhur ancha. Ancha mashhur. Agar tasavvur qiling, o'sha amerikalik akamiz plus doktor Menon amakimiz bizni Bek Real Estate'da kirishda ofisda ham rasmlari tursa-da, org strukturada mana bizni maslahatchilar kengashimiz, ustozlarimiz, mentorlarimiz debdi. Obro' boshqacha? Ha, albatta. Ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Agar shunla torta olsangiz, sizga kerak bo'lgan kadrlar keladimi sizga? Keladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Qilib ko'rsa bo'ladi, harakat qilib ko'rsa. Bersa bo'ladi, albatta. Zo'r. Endi savol, doktor Menon sizga nega kelish kerak? Doktor Menon bilan aloqamiz bor, keladi. Keladi? Bu yoq o'sha hali, to'g'ri. Endi muxlislarimizga misol keltiraylik. Siz bilan tanish bo'lmagan odam nima sizga kelishi kerak? Mijoz sifatidami? Yo'q, konsultant sifatida, maslahatchilar kengashi a'zosi sifatida. Mana misol uchun o'sha amerikalik akaxonni taniysizmi shaxsan? Yo'q. Endi tanimaydigan odamni qanaqa olib chiqamiz, olib kelamiz o'zimizga degan savol. Boyagi birinchi Menonni chaqiramiz, doktor Menonni. Mashalloh. Menon ham mashqadi. Ya'ni doktor Menon bizga qolganlarni tortishga yordam beradi. Chunki u qolganlarni yaxshi taniydi. To'g'rimi? Zo'r. Yana nima qilamiz? Asosiy shu, endi sekin astalik bilan kengayish savdo masalasi bo'yicha ham ob'yemlarni endi kengaytirish. Endi ob'yemlarni o'sha CEOni olib kelsangiz, ob'yemlaringizni kengaytirib bera oladimi? Asosiy narsa shunaqa bo'lsa kerak deb bilaman, chunki hozir o'zi ko'pchilik endi kompaniyada men, yana bir ikkita bolalar bor, taniqli, shuni taniydi-da, mijozlarim hali mana shu o'zing bilan yoki bu bilan ishlaydigan holat bo'lib qoladi-da. Oddiy misol o'zimizni yangi yoki ozgina opiti bor bo'lsa ham realtorlarimizni bersak, to'xtab qoladi mijoz. Orada to'xtab qoladi, uzilish bo'lib qoladi-da. Endi menimcha o'sha boyagi opiti bor, topoviy menejerlarni, direktorlarni olsak, balki ular o'shani yangicha mexanizm bilan mijozlarni o'ziga jalb qilib qolar, ushlab qolar. Chunki mana misol lidlar keladi-da, kunda misol bo'lmadiganda 10 ta, 15 ta, ba'zida 20 ta lidlar keladi-da, lekin konversiya bo'lishi mumkin, bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin. Tushundim. Oz hisoblanadi. Tushundim. Qarang, hozir biz birinchi qismini gapirdik-da. Ikkinchi qismini siz aytmayapsiz, lekin men potensialli muammo ko'raman bu. 3 ta sababi bor, nimaga yaxshi komandalar shakllanmaydi yoki yaxshi ishlamaydi. Birinchisi, bu yaxshi odam ola olmasak. Hozir siz to'g'ri savoldan boshladingiz, kim olaylik deb. Uni siz bilan gaplashdik. Nimaga sizga kelish kerakligiga taxmin qildik. Qilib ko'ramiz. Inshaalloh o'xshash kerak deb, men ham ko'zim yetyapti. Ikkinchisi, siz zo'r, mana osh damlash bilan solishtiradigan bo'lsak, xomashyo bo'lish kerak, yaxshi. Chunki yomon xomashyo bo'lsa, ming zo'r povur bo'lsangiz ham hech nima qila olmaysiz. Ikkinchisi, osh pishirish jarayonini o'sha texnologiyaga mos qilishimiz kerak.
Ya'ni o'zi ketma-ketlik bor. Boshda buni solamiz, ikkinchi buni solamiz, uchinchi buni solamiz deb ana minutigacha texnologik kartasi bor. Shunday. Ya'ni bu ikkinchi qism. Nimaga o'xshamasligi mumkin? Agar shu texnologik kartaga rioya qilmasak. Birinchisini ham qildingiz, zo'r xomashyo ham oldingiz. Texnologik kartaga rioya qildingiz, lekin siz power sifatida tajribasiz power bo'lsangiz, oshingiz baribir o'xshamay qolishi mumkin. To'g'ri. Biz hozir bilan birinchi qismini gaplashdik, keyin ikkinchi qismini gaplashdik. Hozir eng katta dolzarb bo'layotgan muammoli bu komandaga to'g'ri KPI qo'yish. Sales Doctor Academy komandamizni biz sotuvchilarga ajoyib KPI qo'ygandik. Bu jamoaviy KPI va bundan tashqari individual. Buni tushuntirib beraman. Ya'ni jamoaviy bitta raqam qo'yildi. Birinchi uni bajarish kerak. Keyin siz minimal shuncha savdodan ko'proq qilishingiz kerak. Shunda siz katta-katta sovg'alarga ega bo'lasiz. Aynan bizning komanda Dyson'ni originalini olishdi va savol shuncha Dyson'ni qayerdan olamiz? Bitta joydan olishimiz kerak deganimiz edi. Biz Abdulloh akaga. Brendlari Mix Mobile. O'zi nomi bilan Mix, ya'ni xohlagan texnikangizni siz do'kondan topishingiz mumkin. Xo'p, buni biz qayerdan topamiz desanglar, bularni Telegram kanallari bor va bitta narsaga hayron qoldim. Birinchi marta eshitdim. Telegram kanal yopiq. Ya'ni siz zaifga tashiysiz, keyin sizni qabul qilishadi. Ya'ni bu kanalda aynan kerakli informatsiyalar beriladi. Ana общий kanal emas, hamma narsa tashlanadigan. Endi bu kanalga kirish uchun, hop, Telegramga kiramiz, Mix Mobiles deb yozamiz. Aynan xuddi shunaqa yozasiz va ko'k fonda birinchi turganini tanlaymiz. Keyin kirganingizdan keyin mana podpisatsiyani bossangiz, siz zaifga tashiysiz. Sizni qabul qilishganidan keyin Xudo xolasa gruppaga qo'shilasiz. Abdulloh aka bizning 20-dasturimizda o'qiganlar va ekosistemamizga ajoyib takliflar bor. Ya'ni Alisher Isayev ustozimizning dasturida o'qiganlar va milliard klub a'zolari uchun. Abdulloh aka, o'zingiz aytsangiz taklifingizni. Sardor aka, hamma har xil narsa olishi mumkin. O'sha milliard promokodi bilan kelishsa, inshaalloh o'sha eng zo'r takliflarni qilib beramiz. Bo'ldi, demak milliard promokod esdan chiqarmaymiz. Ushbu promokod bilan borsangiz eng zo'r taklif va xohlagan, istalgan texnikani topishingiz mumkin. Mix Mobiles bu bizning jamoamizning tanlovi. Sizga o'sha CEO'li keldi. Doktor minollarni oldingiz. Lekin siz top menejeri boshqarishni bilasizmi yo'qmi? Ya'ni krutoy top menejeri, o'zidan kuchliroq menejerni boshqarishni bilasizmi yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Misol uchun siz chavandossizda, o'sha top menejer bir ot desak, misol uchun men hozir zo'r ot bersangiz men minolmayman. Chunki men unaqa qobiliyatim yo'q. Men mingan bo'lsam, hali pensiyaga chiqqan, ya'ni Chimyonda yuradi tepada. O'sha otlar mingaman-da. Hozir menga zo'r ot bersangiz men minolmay qolaman. Aksariyat kichik tadbirkorlar bular o'sha pensiyadagi otni minishni biladi. Haligi dunyo darajadagi krutoy CEO'ni olsangiz do'drab qoladi, uni boshqara olmaydi. Savol: nima qilsangizki siz uni boshqara bilasiz? Menejerlarni. Aynan shu direktorlar. Dunyodagi top menejerlar. Zo'rlarni oldingizda endi o'zi. Endi ularni boshqarishimiz kerak. Nimalar qilishi nima qilmoqchisiz? Qanaqa qadam, asosiy prinsiplar nima deb o'ylaysiz? Xo'p, endi meni o'ylashimcha asosiy narsa ular kompaniyaga qo'shilganda birinchi uni o'zi bilan yaxshi tanishib chiqish. Chunki uni o'zini ishlash prinsiplarini men yaxshi tushunmasam, uni boshqara olmasligim mumkin. Uni avvalo uni tushunib olishim kerak men. Misol uchun har bitta menejer o'ziga komanda qiladida, aytaylik kimdir o'zini qo'lini ostida 5 ta odamni boshqarishi mumkin, kimdir 10 ta yoki 20 ta, kimdir shu 5 ta bilan cheklanishi mumkin. Bu narsalarni ozgina o'zi haqida tushunib olishim kerak. Undan keyin kompaniyani o'sha boyagi qadriyat, prinsiplarini u bilan tushunib, kelishib olib, gaplashib olgandan keyin menimcha oson bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va undan tashqari boyagi narsaga qaytgan bo'lardim. Ko'p kompaniyalarda endi Dubayda eskidan ishlaganimiz uchun erkinlik degan narsa sal kamroq. Ko'p xodimlarda depressiya boshqa bo'lib qoladi. Shu erkinlikni men bergan bo'lardim deb o'ylayman. Erkinlik deganda qanaqa? Vaqti kelsa shu o'zi qaror qabul qila olishi kerak. O'zini xodimlari bilan. Men bor bo'lsam ham, yo'q bo'lsam ham o'zi qaror qabul qila olishi kerak. Shu. Zo'r, yaxshi. Endi birinchisi siz aytasiz, vakolat beraman deysiz. Undan tashqari nima qilish kerak? Nimaga ko'pincha ko'p top menejerlar adaptatsiya bo'lishi qiyin? Chunki odatda ishga olinayotganda
mana shu adaptatsiyasi shundoq ishga oldi. Birinchi kunda ishlab ketadigan keysida endi bizlarning kuzatuvimizda bular uzoq muddat ishlamagan. Nimaga? Chunki bu yerda asosiy narsa muhitga tushish. Muhitni qanchadir gerts deb qabul qilsak, to'lqin nuqtai nazarda, misol uchun bu 10.000 gerts muhit, xodim 2.000 gerts bo'lsa, bu tushmaydi. Odatda endi ko'rgan praktikamizda nima bo'lganki, olmoqchi bo'lgan, ishga olmoqchi bo'lgan top menejerlarni, CEOlar bilan juda ko'p suhbat olib borish kerak. U sizga kelayotgan top menejeringiz sizni o'qib olish kerak ichingizni. Sizni falsafangizni, qadriyatlaringizni, mana shu narsani shim olmasa joylasha olmaydi. Joylashsa ham buzib tashlaydi hamma narsani. Ko'pincha biz katta top menejerlarni ishga olamiz, o'z holiga qo'yamiz. Har doim ham bu ishlab ketmaydi. Ya'ni siz borishdan oldin juda ko'p suhbatlashib yurishingiz kerak. Mana biz chetdan bir top menejer olganmiz o'z vaqtida, bizning sherigimizga deyarli 1 yil suhbatlashib yurgan. 1 yilga yaqin tanishib yurgan. Ya'ni uzun qiladi, suhbatlashadi, bizning qadriyatlarni yetkazadi, uni qadriyatlarini eshitadi. Mana shu bir-biriga mos tushgandan keyin ishga olingan. Biza bilgan, yana katta ismini aytmaymiz, O'zbekistonlik katta tadbirkor ham ikkita variant ko'rganmiz. Biz ikkita bir-birini taniydigan katta tadbirkor, bittasi hech top menejer ishlata olmaydi. Chunki ishga oladi, oyligini, o'ziga siqqan oyligini beraman deydi, 3 oydan keyin haydaydi. Yana oyligiga oladi, yana 3 oydan keyin haydaydi. Nimaga? Bir-biriga moslashmagan. Lekin to'g'ri yo'l bilan ishga olgan yana bitta tadbirkorimiz O'zbekistonlik, bular nima qilgan? 3-4 oy suhbatlashib yurishgan. Suhbat. Qanaqa suhbat desiz? Shunchaki suhbat. Obed, ujin, kofe, suhbat, aylanib, qaysidir mavzulardan fikrni eshitib, o'zini fikrini bildirib, ichini ochib berish kerak. Va oxirgi etap deb berdilar, o'sha tadbirkorimiz aytdilarki, oxiri qachon qaror qabul qildik ishga olishni, uni xotin oilasi bilan uyimizga taklif qildik. Bizni oila bilan ularning oilasi o'tirib ujin qildi. Uje bu yoq hammasi juq etib gersda bog'landi. Shundan keyin bo'ldi. Endi vaqt kelibdi deb keyin ishga olindi. Ya'ni top menejerdan ishga olish bu oddiy odam ishga olishdan ancha farq bor. Ya'ni shunchaki oylik berdim, oldim emas, deb o'tda qadriyatli qaror qabul qiluvchi insonda u muhitizga mos kelish kerak. Zo'r, hozir bitta narsa ham keldi. Boyagi o'sha top menejerlarni olish masalasida, agar siz aytganingizdek, misol uchun, baribir bo'ladi-ku, zastroyishga boshqa borganda ko'z-ko'zga tushadi. O'sha vaqtda demak, uje menimcha svyazni boshlash kerakmi degan xayol kelib qoldi hozir. Hammasini o'rtoq bo'lish kerak. ular bilan salom-alik qilib, sekin-astalik bilan keyin o'sha boyagi siz aytganingizdek bir-birimizga mos tushib qolsak, keyin mayda ishlasang, desa menimcha yana ham osonroq bo'lsa kerak. Ishlasa ham ishlamasa ham baribir aloqa o'shaverish kerak. Zo'r. Bu ikkinchisi edi. Ya'ni texnologik kartaga oshishni rioya qilib damlash, pishirish. Endi uchinchisi bor. Power masalasi bor. Zo'r guruch, zo'r go'sht oldingiz. Minutigacha ketma-ket masalliqlarni qozonga tashlayapsiz. O'xshamay qolishi mumkin power tajribasiz bo'lsa? O'xshamay. Zo'r. Endi powerga savol. Qanaqa power bo'lishingiz kerakki, oshingiz o'xshash uchun, haligi top menejer siz bilan zo'r ishlash uchun? U zaif bo'lsa, qarang. Zaif biznes egasi bo'lsa, kuchli top menejer bilan baribir uzoq muddat ishlaydi. Tushundim. Nima deb o'ylaysiz, siz tomonidan kutyapti u CEO? Boyagi narsa avval osh pishirgan bo'lish kerak-da. Yo, osh pishirilgan bo'lish kerak. Siz osh pishirgansiz top menejer sifatida, lekin top menejer bilan biznes egasining farqi bor, funksiyasi boshqacha. Yo'q, tushundim sizni. Nima funksiya qilishingiz kerak deb o'ylaysiz? U olgan top menejeri siz bilan ishlab ketish uchun. Xo'p. Boyagi narsalar o'sha bir-birimiz bilan u bilan til topishib olgandan keyin qadriyat masalalari, uni o'zini jamoasi, ishlash uslubi qo'yib berilishi kerak deb qo'yib berdingiz. Mana men o'sha odamman. Men sizga keldim, ishladim, qo'yib berdingiz. 1 oy ishlayapman, 2 oy ishlayapman. Qarasam, cho'ta Bekzod aka men bilan umuman ishlamayapti. Meni dardimni so'ramayapti. Men bilan muammolarimni eshitayotganim ham yo'q. Qanaqadir muammolarimga taklif berishga tajribalari ham yetmayapti deb qolsam. Xayolimga nima kelish boshlaydi?
bekor o'tib mana bu yerga. Shunaqa. Nima qilishingiz kerak? Demak, ular bilan boyagi narsa shu suhbatlashib, unga nima kerakligini ichidan so'rab olishim kerakmi, shunaqami? Muammolari bo'lsa, yechim qilib berishim kerak. Qanchada bir vaqt ajratmoqchisiz ular bilan suhbat kerak? O'zi odatda bizda mana har dushanba mana shu kompaniya egasi sifatida ular bilan yig'ilishimiz bor. Yig'ilish deganda raqam boshqa narsalar emasda, ular bilan shunchaki suhbatlashish, misol shu haftaga qanaqa maqsadlar qo'ydi o'zlari uchun, misol target masalasi bo'yicha qancha nima qila oladi, shu narsalar o'zi ko'p holatda bo'lgan avvalgi o'sha ish jarayonlarimizda xodim o'zgarib qoladi. Ba'zida kayfiyat yo'q bo'lib qolishi mumkin, ba'zida endi har xil holat bo'lishi mumkin. Shundan o'zi kelib chiqib ko'p nima desa bo'ladi, xodimlarga o'ziga kerak narsalarni qilib berganmiz. Menimcha bu tarafdan sal muammo bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz. Endi asosiy narsa bizda застройщиклар, mana Dubayda endi 1,5 mingdan ortiq qurilish kompaniyasi bor. Ular bilan biz shu 1-2 martasi bilan ishlaymiz, chunki boyagi narsaga qaytamiz. Quruvchi kompaniyaning reputatsiyasi, ularga qo'shilib o'zimizning reputatsiyamiz. O'shan endi buni asosiy narsa, misol uchun mana Emar bo'lsa, Emarda yangi proyektlarda uy olish oson emas. Biz kompaniya yangi bo'lgani bilan eskidan ular bilan ishlaganimiz uchun muammo yo'q u taraflarida. Mana shu joylarida nima desa bo'ladi, top menejerlar ikkilanishi mumkin. Lekin ularga biz ko'rsatib bera olamiz. Qarang, mana Emar bilan misol uchun o'tgan yil mana shu urovenda yopganmiz. Sho'ba bilan mana shunaqa urovenda. Siz yana boshiga qaytyapsiz. Ularni qiziqtirib olib kelishga qaytyapsiz. Ular o'zi qiziqtirib olib keldingiz, bu etapdan siz bilan o'tib oldik. Ular bilan ishlashni yo'lga qo'ydingiz, bu etap bilan o'tib oldik. Endi u baribir sizga qaryapti-da, u o'zi bu xo'jayin avtoritetni, xo'jayinmi, bozorda, choyxonada o'rtoqlar bilan o'tirganda men Bekzod akani qo'lida ishlayapman deb aytib maqtan olaymanmi yoki bekitamanmi? Kim bilan ishlayapsangiz qo'yaver deb qo'yamanmi degan savol. Unaqa bo'lmaydi, chunki o'zi ko'pchilik tanib keladi-da bizni. O'zi kompaniyada o'zi ko'pchilik bizni taniydi-da. Boshqa imni agar o'zimiz o'zbek segmentiga qarasak, ko'pchilik bizni taniydi ham. U taraf haligi tortmoqchi bo'lgan top menejer o'zbekmi? U ham bor, bu ham bor. O'zbek ham bor, Esenga ham bor. Asosan Esenga bilan o'zbek, to'g'rimi? Yaxshi. Men bu yerda qanaqa ko'r nima qilgan bo'lardim. Bizni tushunib olishimiz kerak. O'zi prioritet bo'yicha siz nima bilan shug'ullanishingiz kerak, sizni xodimingiz nima bilan shug'ullanishi kerak. Sizni xodimingiz vazifasi bu biznesni rivojlantirish, savdoni qilish. Sizni vazifangiz xodimmi, ya'ni anaqa 3 ta narsaga bo'lsak, xodim, mijoz, biznes egasi. Qaysi birini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lasiz? Xodimmi, mijozimi, biznes egasimi? Prioritet bo'yicha. Xodimni birinchi o'ringa qo'yamiz. Qarang, xodim birinchi o'rin. Mijoz ikkinchi o'rin. Mijoz ikkalasining uruvini o'zi boshqa-boshqa-yu. Ketma-ket kerak. Xo'p, xodim birinchi o'rin, keyin mijoz, keyin oxirida o'zimiz. Oldin mijoz, keyin xodim emas. Ana qiyin savol-da bu. Yo'q, qiyin savol. Kim oldin? Menimcha xodim. Chunki xodim bo'lmasa mijoz ham bo'lmaydi-da. Zo'r. Ya'ni qarang. Ketma-ketlik qanaqa bo'ladi o'zi? Oldin xodim, ya'ni biz vazifa xodimni baxtli qilish. Xodim baxtli bo'lsa, u mijozni baxtli qila oladimi? Zo'r. Endi mijoz baxtli bo'lsa, u biznes egasini baxtli qila oladimi? Ketma-ketlik shu. Endi sizning vazifangiz demak xodimni baxtli qilish, xodimning vazifasi mijozni baxtli qilish. Siz fokusingiz xodimni baxtli qilishda, fokus degani nima nazar tutyapsiz? Mana nima qilib uni baxtli qilish bilan kunlik hayotingizda shug'ullanasiz? Xodimingizni baxtli qilish bilan. Yaxshi, zo'r savol. Ish jarayonida ozgina shu gapirib tushuntirishga harakat qilaman. Boyagi narsa, misol haftada bo'lib chiqqanmiz, orada misol mana juma kuni belgilaganmiz, kak sinema qilganmiz o'sha xodimlar uchun. Endi sinema deganda kerakli, manfaatli kino ko'rishimiz mumkin, boshqa bo'lishimiz mumkin. O'sha ofisda o'zida sharoit qilganmiz. Bir kinoni qo'yib,
o'sha haqida gaplashib, networking qilib o'tiramiz jamoa bilan. U yerda o'zim ham boshqa hamma bo'ladi, kim Zo'r. vaqti bo'lsa. Undan tashqari pikniklar uyushtirib turish planlar shu. Boyagi narsa yana o'zini siz aytganingizdek xodim baxtli bo'lmasa mijoz baxtli qila olmaydi. O'zi bilan ham ba'zi suhbatlashib turiladi-da. Zo'r. Oilaviy bir muammosi yo'qmi, boshqa yo'qmi? Bizning vazifa nima? Qarang. Sizni korxonangizda reja bor. Reja hozir siz misol uchun 50 million dollarlik savdo qilyapsiz, ertaga 5 milliard dollarga olib chiqish. Demak, sizni xodimingizda bu reja bor. Sizni korxonangiz rejasi, xodimingiz rejasi. Shunaqa. Endi balkim boshqacha qaraymiz xodimga. Xodim hozir nech pul topadi o'rtacha Dubaydagi xodimingiz? O'rtachasi. O'rtachasimi? Bir sotuvga qarabda hammasi. O'rtacha. Bir 5-10 ming shunaqa. 5-10 ming dollar topadi. Qarang. 5-10 ming dollar topyapti. Endi biz vazifa nima qilish? Buni A nuqtasi 5-10 ming bo'lsa, B nuqtasini gaplash. O'rtoq xodim, orzu havasing nima? Orzu havasim bu yerda Dubayda bitta villa olish, bitta uy olish, penthouse olish. Nech pul? Falon pul. Bu narsaga kelib birgalashib yerishamiz. Sizni vazifangiz o'sha xodimingiz A nuqtadan B nuqtaga yetishni ta'minlash. Demak, hozir u 5 ming olmayapti, endi 30 ming 50 ming olish kerak. Haligi 500 ming dollarlik uy olmoqchimi? Demak, 500 ming dollar oy olishga yordam berish. Sizni butun fokusingiz uni shu bir nuqtaga olib chiqish. Tushunarli. Hamma suhbatlaringizda u vujudim bilan tushunish kerakki, ishonish kerak, meni rahbarim meni shu narsaga erishishga doim o'ylab fokus qilib yuribdi. Ya, tushunarli. Hech kim qilmaydigan bitta narsa bor. Men hali ko'rmadim kimdir bu narsani qilishi, kamdan kam odamlar qiladi. Bu rahbar vazifasi, yana bitta vazifasi bor. Bu xodimlarning haqqiga doim duo qilib turish. Siz har doim rahbar sifatida 1 million dollar ber, 100 million dollar ber deb duo qilasizda, lekin qachon oxirgi marta xodimimga 1 million dollar ber deb duo qilgansiz? Ha. Chunki agar siz har qayerda shu samimiy xodimingizni o'sishiga butun vujudingizni, butun hayotingizni bag'ishlab, mana shu asosiy ma'no vazifam bularni o'stirish desangiz, biznesingizni o'ylash ehtiyoji qolmaydi, chunki ular siz biznesingizni ko'taradi shunaqa. To'g'ri. To'g'rimi? Ya'ni siz o'zi zo'r shef-povur bo'lasiz. Endi siz zo'r shef-povur bo'lganingizdan keyin boshqa korxonadan sizni bolangizni tortmoqchi kimdir. 2 barobar ko'p oylik beraman deyapti. Torta oladimi? Yo'q. Shu. Nima xulosa suhbatimizdan? Cho'zilib ketmasin, bu yerda YouTube ko'rayotganlar hozir boshqa ishlari ham bor. Boshqa ishlar bilan shug'ullanishsin. Xulosa boyagi o'zimizga kerakli bo'lgan narsa o'zi asli xo'p, yaxshi shef-povur bo'lish, yaxshi kompaniya egasi sifatida yaxshi rahbar bo'lish, ya'ni o'zini ishini biladigan. Undan keyin qanday bu yoqqa top menejerlar tortishi yaxshi tushunib oldik va xodimni baxtli qilish, xursand qilish asosiy narsalar. Rahmat, sog' bo'ling, omad Alloh rozi bo'lsin.